Bugungi kunda dolzarb muammolardan biri skuterlarni boshqarish va unga qilinayotgan xarajatlar haqida va mana shu xarajatlar boshqa davlatlarda qanday ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, 1-oktyabrdan boshlab O'zbekistonda yangi talab kuchga kiryapti. Skuterlarni boshqarish uchun endilikda haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. Demak, jami xarajatlar nimalardan iborat bo'ladi? Demak, buning uchun albatta 2-3 oy o'qish kerak, imtihon topshirish kerak. Nazariy va amaliy imtihonlarni topshiradi va buning uchun ham pul talab qilinadi, ariza topshiriladi, texpasport uchun va boshqa xarajatlar inobatga olgan holda biz hisoblab chiqdikki, taxminan 6 million so'm atrofida to'lov qilinadi. Demak, mana shu miqdorlar boshqa davlatlarda qanday amalga oshiriladi? Misol uchun Yaponiyada O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti, ya'ni jon boshiga hisoblaganda bugungi kunda $4000 bo'lsa, demak Yaponiyada aytaylik kishi boshiga 37,000-38,000 atrofida to'g'ri keladi. Qariyb o'rtacha O'zbekistonlikdan 10 barobar boy davlat hisoblanadi. Yaponiyada dvigatel hajmi 50 sm gacha bo'lgan skuterlarni boshqarish uchun hech qayerda o'qish shart emas. Demak, to'g'ridan-to'g'ri siz imtihon topshirasiz. Imtihon 8000 yendan iboratligi belgilab qo'yilgan. Bu taxminan 668,000 yoki 666,000 atrofida narx chiqyapti, ya'ni bugungi kunda. Undan tashqari Yaponiyada majburiy sug'urta bor, ya'ni 1 yillik uchun aytaylik 7000 yen miqdorida yoki 2 yillik uchun 8500 yen miqdorida to'lov amalga oshiriladi. Shuningdek, yengil transport vositasi uchun soliq mavjud, bu 2000 yena miqdorida. Demak, jami bo'lib siz Yaponiyada skuter haydash uchun, ya'ni eng o'sha 50 santimetrgacha bo'lgan dvigatel hajmidagi skuterni haydash uchun jami bo'lib 17000 yena miqdorida to'lov to'lashingiz kerak. Bu o'zimizni so'mda 1,400,000 so'm bo'ladi. Demak, 6 million so'm, 1,400,000 so'm. Xo'p, endi boshqa davlatga, ya'ni undan ham boyroq davlatga o'tamiz. Biz Avstraliyaga. Demak, Avstraliyaning yalpi ichki mahsuloti har bir avstraliyalik bugungi kunda aytaylik 2024 ma'lumoti bo'yicha, ya'ni biz internetdan olingan ma'lumotlarga ko'ra 61,000-62,000 miqdorida tushadi. Demak, bu qariyb o'rtacha O'zbekistonlikdan 15 barobar boyroq degani. Mana shu davlatlarda, ya'ni uning tumanlari deylik, har bitta viloyat deb hisoblasak, ularda alohida hisoblanar ekan. Demak, o'rtacha narxni hisoblaydigan bo'lsak, 400 yoki 500 Avstraliya dollari. Ya'ni buni so'mga o'giradigan bo'lsak, ya'ni bu AQSh dollaridan pastroq yuradi. So'mga o'giradigan bo'lsak, 3,5-4 million atrofida bo'layapti bugungi kunda. Demak, Avstraliyada 4 million, O'zbekistonda 6 million. Demak, SNG davlatlaridan qaraydigan bo'lsak, ya'ni biz Gruziyani qarab ko'rdik. Demak, ochiq internet ma'lumotlaridan qaradik. Demak, Gruziyada taxminan bir skuterni, ya'ni mana shu 50 santimetrgacha bo'lgan dvigatel hajmidagi skuterni haydash uchun taxminan $70 atrofida to'lov amalga oshirilishi internet ma'lumotlaridan topdik. Demak, mana shu qaror loyihasi ishlab chiqilganda, ya'ni kuchga kirganda shunga qiziqib ko'rdikki, demak, qaysi bir jahon tajribasidan foydalanilgan ekanligi qidirib ko'rdik. Demak, birorta davlatni biz topa olmadik. Demak, mana shu bizdan bir necha barobar boyroq davlatlarda ham ancha to'lovlar kam. Ko'rishingiz mumkin. Demak, bizni qora ko'zlar mana shu skuterni haydash uchun ham qariyb $500 atrofida to'lov qilishga majbur bo'lishar ekan. Demak, bu boshqa davlatlarda toifalarga umuman ajratilgan, qaysidir davlatlarda davlat raqam umuman, misol uchun Yaponiyada davlat raqam berish umuman bepul ekan. Va imtihon topshirish shart emas. Boshqa davlatlarda esa haydovchilik guvohnomangiz bo'lsa, shart emas imtihon topshirish. Demak, qandaydir davlat ro'yxatdan o'tkazish, davlat raqamlar olish uchun qanchalik miqdorda pullar to'lanadi. Boshqa davlatlarda talablar boshqacharoq, lekin to'lovlar biznikichalik emas. Demak, biz ham agar adolatli bo'lganda qanday bo'lar edi degan savol tug'ilishi mumkin. Bizni fikrimizcha, ya'ni meni fikrimcha, skuterlar uchun to'lov eng minimallashtirishga kerak. Ya'ni bizni bugungi kunda ko'plab fuqarolar mana shu dastavka xizmati yoki boshqa kurerlik xizmatlar orqali o'z oilasini boqmoqda, ya'ni oila tebratmoqda. Demak, mana shularga juda jiddiy jabr bo'lmoqda bugun. Meni fikrimcha, ushbu qaror loyihasini o'zgartirish kerak deb hisoblayman, chunki har bitta qonun inson manfaati uchun
insonga xizmat qilish uchun ishlab chiqiladi. Agarda haqiqatdan biz yo'llardagi fuqarolarni yo'l harakati qoidalarini to'g'ri tartibga solish, ularni to'g'ri boshqarishni amalga oshirish kerakmi? Demak, uning minimal tarifini hisoblab chiqish kerak. Minimal xarajatlari bo'yicha aholiga yengillik yaratish kerak. Aytaylik, davlat raqam belgisi qanchaga tushadi, unga qilinayotgan xizmatlar, xodimlarning ish haqi qancha bo'ladi. Demak, mana shuni hisoblab aholiga eng minimalli xizmatlarni taklif qilish kerak va mana shunday qilib ularni tartibga solish mumkin bo'ladi. Lekin buni bazaviy hisoblash miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'lab qo'yish, demak, bu umuman noto'g'ri deb hisoblayman. Shuning uchun bemalol o'rganib ko'rishlari mumkin, mutasaddilar xorijiy tajribalarni o'rganish mumkin. Demak, mana shu videoni tayyorlashda biz ko'plab xorijiy tajribalarni, ma'lumotlarni qaraganimizda, demak, ularda juda to'g'ri yo'lga qo'yilgan, ya'ni insonlarni, fuqarolarni manfaatdan kelib chiqib, o'zlarining talablarini qo'yishgan. Demak, mas'ullardan mana shu holatlarga e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang.